Bizga gazli ichimlik masalan lime va qulupnayni otilib chiqayotgan effekti kerak. 500 ming to'laymiz. Qila olasizmi shunaqa? Voy, o'zi bular to'g'ri odamga olishayapti-ku. Ne? Shu narsani 5 minutda qilasiz. Nega unda zakaz olmasligingiz kerak? Voy, qarab qilib 5 minutda qilsa bo'ladi. Siz qarab turing. Siz bo'lsa videoni saqlab oling. Mana shu saytga kiramiz. Mahsulot rasmini yuklaymiz. Animatsiya uchun mos kelgan shablonni tanlaymiz. Keyin yaratish tugmasini bosamiz. Mana shunaqa natija bizda bo'ladi. Voy, shuncha muammoni sun'iy intellekt hal qilib tashlayotgan-a? Da, shunaqa. Shularni ishlatib oyiga 500-600 dan topasiz shunda. Qayerda o'qigan edingiz o'zi? Men UStudy'da grafik dizayn kurslarida o'qiganman va birinchi oy o'zida o'zimni birinchi obloshkalarimni yaratishga o'rganganman. U yerda dizayn yaratishdan tashqari mana shunaqa sun'iy intellektdan foydalanishni ham o'rgatishadi. Ana shundan keyin men $600 oylik maoshga chiqishni boshlaganman. Agar sizlar ham grafik dizayner bo'lmoqchi bo'lsanglar, kommentda plus qoldirib, direkt raqamlarni yuborib qo'yinglar.